Ushbu qo'yxonani obzorini bizdan so'rashganda obunachilarimiz, demak biz batafsil qisqaroq aytishga harakat qilamiz. Va do'stlar, mana bu yerda bitta shunday qo'yxonamiz qurildi. Necha metr, necha pul rasxod bo'ldi? Ularda keyingi videolarimizda aytamiz. Hali o'zlari ham aniq hisob-kitoblarni chiqarishmagan, demak bunga aytamiz. Xo'p, 5 olmish uzunligi. umumiy hisobligi 5 olmish. 5 olmish. Xo'p, ichi nechi? Ichi 320 bu bitani oxirigacha. Aha. 320 80. 80 15 bita 50 oxir. bu 15 chiqib ketadi. 50 qoladi. Ichi 50, chuqurligichi 20. chuqurligi 20. Xo'p. Yo'lak. Yo'lak qancha? 120. Yo'lak 120. Mana bu olinadi bu. Ha, sug'uriladi. Bu sug'uriladi. Mol boqishga boqishga ham bo'laveradi. Juda yaxshi. Ichida mana bunday eshiklar qo'yilgan. Qo'ylar bu yoqqa ha 30 ta qilib adilni bo'linadi. Sharqdan ro'rot tepkilamaydi. Yaxshi. Hozir shuni umumiy uzunligi necha ekan? 28 metr do'stlar. Bular mana ko'rganingizdek juda chiroyli qo'ylarimiz bemalol qiynalmasdan o't xashak yemishlarni olib yeydi. 15 ming ketgan 2014 aka. Necha ketgan? 15 ming dollar ketgan 2014. Ha, 2014 15 ming dollar ketgan umumiy hisobda. 40 metr. Ha, bunisi 40 metr. 16. Ha. 10 mingdan ozroq ortib qo'ygan. Ha. Endi mana buni rasxodini endi chiqarsak qancha bo'lganini bir aytamiz obunachilarimizga keyingi videolarimizda. Bo'ldi, bizni kuzatishda davom eting.